O'rtoqlar, manda kechki ujinga omegaga boy ujin, ya'ni kopchonni baliqlar, hozir sezon bilasizlar, men skumbriyalarni, baliqlarni juda ham yaxshi ko'raman, chunki omegaga juda ham boy, tiem bolė hozirgi paytda juda ham foydali. Hozir sezon bilasizlar. Bismillah. Shunaqa zo'r qizil piyozlar bilan farqlash qishda shamollamaysizlar. Baliqxo'rlar ishlatamisizlar? Bu videoni baliqxo'r o'rtog'iga jo'natib qo'yinglar. Bir azoblaylar. O'rtoqlar, shunaqa vkusniy. Mazza. O'rtoqlar, baliqli to'rt yeganmisizlar? Hozir endi shu baliqli to'rtda yeb ko'ramiz. Mana bu yerda losos, tunets baliqlari bilan ustida mana krevetkalari bilan kopchonni. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunaqa shirin mazali to'rt yemagandim. Shu joyiga bitta ikra keladi. O'rtoqlar, mana ikrani zo'ri. Hozir ikrani sevadiganlar bormi? Omegaga to'la ikra. O'rtoqlar, qora non ustiga ertalab zavtraklarga lososlar bilan ikralarni surib yesanglar bormi? Vayshe mazza-yu. Ayniqsa homiladorlar ko'proq yeydi, chunki bolajonlarga rosa foyda. Bolalarga ham ikralarni yedirishni o'rgatish kerak. Endi menga yoqmaysiz. O'rtoqlar, krevetkali shashlik yeganmisizlar? Mana sizlarga krevetkadan zo'r shashlik bor. Krevetka, bismillah. Juda ham mazali. Yangi yilda dasturxoningizda shunaqa shashliklar tursa bormi? Kopchonni zo'r.